Assalomu alaykum tomoshabinlar, azizlar, qadrdonlar. Meni bugungi manzilim Chuy shahar markazida joylashgan Yangi bozor hududida mana shunday ro'parangizda ko'rib turgan elektromateriallar sotadigan skuterlar, mana bunday zamonaviy Xitoydan keltirilgan mana shunday elektr texnika mahsulotlari sotadigan joyga keldim. Bu yer mana Chuy savdo markazida joylashgan. Mana bu mana shunday biridan bir markasi turi bilan farqlanadigan mana shunday elektr vositalari sotilyapti. Azizlar, like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yangi kirganlar obuna bo'lishni unutmanglar. O'ylaymanki sizlarga foydali bo'ladi mana shunday chiroyli va o'sha ro'zg'orbob elektr mahsulotlari, elektr texnika mahsulotlari bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Azizlar, Chuy shahrida eng katta mana shunday savdo Optimga sotiladigan shu savdo do'konlaridan biri. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunday zo'r elektr vositalari, ya'ni elektr transport mahsulotlari sotilyapti. Azizlar, birma-bir mana shular bilan tanishib o'tamiz. Keyingi videomni kuzatib boring. Keyingi videoda albatta narxlari bilan tanishib o'tamiz. Tomoshabinlar, bu yerda mana bu yerda o'sha masalan zapchast ehtiyot qismlarini sotadi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana hamma ehtiyot qismlar bor. Hamma ehtiyot qismlar bor. Mana bu yerda mana shu elektr materiallar, mana bularni markasi qilib juda ko'p. Mana ko'rib turibsizlar. Bular hammasi Xitoydan keltirilgan, Xitoy davlatidan keltirilib, mana shu yerda Optim sotiladi. Juda katta joy bu yer. Ko'rib turibsizlar azizlar. Kelib bemalol ko'rib savdolashib ketishlaringiz mumkin. Video pastida nomerlari joylashgan. Mana shu nomerga qo'ng'iroq qilinglar. Tomoshabinlar, mana shu nomerga qo'ng'iroq qilasizlaringiz bemalol narxlari bilan tanishib o'tishlaringiz mumkin. Mana shunday mahsulotlar bor. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda yig'ishadi. Bunday elektr transport vositalarini mana yig'adigan joyi. Bu yerda sekin bitta mana shu mutaxassislar yig'ib tayyorlashadi. Azizlar, video pastida nomerlar joylashgan, o'sha nomerlarga qo'ng'iroq qiling. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda turli tuman mahsulotlar, elektr mahsulotlari bor. Bu juda katta joy. Juda katta joy. Mana qadrdonlar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Yangi kirganlar obuna bo'lishni unutmang. Murojaat uchun video pastida joylashgan quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling. Bemalol savollaringizga javob olasiz. Azizlar, kanalni kuzatib boring.